Qadrli do'stlar, kelinglar. Keyingi darsimizni ham davom ettirib ketamiz. Hop, keyingi darsimiz casting hisoblanadi. Casting o'zi nima? Casting bu bir ma'lumot turini o'zgartirish. Ya'ni masalan floatdan int ga o'tkazmoqchisiz yoki intdan floatga va hokazo. Xuddi shunaqa tushunsak bo'ladi hozircha. Casting degani bor, keyin yana alohida nomlab aytishadi. Masalan, casting emas, converting deyishadi. Ya'ni convert bilan castingning ham har xil farqi bor. Casting bu masalan o'xshash tipda, masalan intdan floatga yoki floatdan intga bo'lsa casting bo'ladi. Yoki aynan stringdan intga o'tkazmoqchi bo'lsa u converting bo'ladi. Ya'ni umumiy o'girish. Qisqacha shunaqa. Masalan, o'zi 1 bo'lsa o'zi int, x1 bo'ladi. 208 ni intga o'tkazadigan bo'lsa, kasr qism shuni tashlab yuboriladi va 2 ligacha qolib ketadi. Aytaylik, 2.8 litr idishdan 2 litrli bankaga suv quysak, qancha quysak ham faqat 2 litr qoladi. Shuni tushunsak bo'ladi. 3 ta stringni o'tkazsak 3 bo'ladi butun va hokazo. Float 1 ta qilib qo'yadigan bo'lsak 1.0. Ya'ni 10 litrli idishga 1 litr suv quysak, baribir 1 litrligicha qoladi. 208 gacha qoladi. 3 litr, 4 ligacha va hokazo. Qo'shimcha examplelar. Stringgacha qoladi. 2 ni 2 ga o'tkazib qo'ysak, butun son bersak, qo'shtirnoqli string hosil bo'lib qoladi. Ko'paytirib ham bo'lib ham bo'lmay qoladi endi son sifati, chunki u string bo'lib qoldi. Xo'p, casting bo'yicha qisqacha shu ekan. Ko'proq deb o'ylagandim. Kelinglar masalan ishlab ko'ramiz. Int ga o'tkazsak 35 ta o'zi chiqadi. Hozircha sizlarga ham xuddi shu masalalar yetadi. 35 bo'lsa 35.0 bo'lib qoladi. Bu casting bo'yicha masalalar ishlash mobaynida keyinchalik batafsilroq, to'liqroq tajriba hosil qilamiz. Xo'p, string 35 va 82 bo'lsa, xuddi shu holatda chiqib keladi yana. Xo'p, shu bilan tugadi. Sizlar ham xuddi shu masalani ishlab, exercise'larni bajarib qo'yishinglar kifoya qiladi. Umumiy Python Basic'ni tugatgandan keyin masalalar ishlash bo'yicha nechtadir oddiyroq masalani shu bilgan ma'lumotlarimiz bilan ishlab chiqamiz. O'shanda batafsilroq ma'lumot olsalaring bo'ladi.